Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan xromosoma mutatsiyalaridan deletsiya qismini ko'rib o'tamiz. Bu mavzuni tushuntirib berish uchun sizlarga bir topshiriq misolda tahlil qilishni joiz deb bildik. Quyidagi ikkinchi topshiriq UzDoctors Club Academy sinov olimpiadasining yozma savollaridan olindi. Topshiriq shartiga ko'ra 6 deletsiyaning joylashuvi quyidagi diagrammada ko'rsatilganidek drozofila meva pashshasi xromosomasida joylashgan. K, L, M, N, O va P resessiv mutatsiyalar deletsiyalar bilan bir xil hududlarda joylashganligi ma'lum. Ammo xromosomadagi mutatsiyalar tartibi ma'lum emas. Tajribada pashshadagi resessiv mutatsiyalar tartibini aniqlash uchun gomozigot pashshalarni chatishtirish ishi amalga oshirildi. Yakunda esa quyidagilar aniqlandi deb turib bizga natijalar berildi. Bu jadval orqali, yuqoridagi jadval orqali esa deletsiyalarning xromosomada joylashishi bor, lekin ulardagi genlarning, ya'ni u yerda joylashgan genlarning joylashuvi ketma-ketligi aniq emas. Bu genlar esa bizda hozir demak K, L, M, N, O va P mutatsiyalarni yuzaga chiqaradigan genlar hisoblanadi. Bu genlarni aniqlashimiz uchun mana shu resessiv mutatsiyaga ega bo'lgan pashshalar bilan demak chatishtirish ishlari amalga oshirilgan. Endi bu yerda izoh sifatida aytilyapti M mutatsiya borligini, P esa mutatsiya yo'qligini bildiradi. Bu yerda esa mos ravishda savollar berilgan. Savollarning birinchisi 2 va 6 deletsiya o'rtasidagi masofaga teng mutatsiya qaysi deyapti. Ya'ni bu mutatsiya bo'lishi mumkin. Mana bu 6 ta mutatsiyaning biri. Ya'ni K bo'lishi mumkin, L, M, N, O yoki P bo'lishi ham mumkin. Mutatsiyalardan qaysisini joylashuvini 3, 4 va 5 deletsiyalar bilan aniqlash mumkin deyapti. Va oxirgi savolda mutatsiyalarning xromosomda joylashishi ketma-ketligini aniqlang deydi. O'zi xromosomda joylashish ketma-ketligini aniqlash bizda dastlabki birinchi ish bo'ladi, lekin bu savol oxirga qo'yilgan ataydan. Siz avval bu savolga javob topib, keyin bu savollarga javob berishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buni tahlil qilishimiz qanday bo'ladi? Xo'p, buning mazmuni nima ekanligini kengroq tushuntirib berish uchun keyingi sahifaga o'tib olamiz. Demak, bu sahifada xuddi o'sha jadvalning kengaytirilgan varianti turibdi. Buni biz qanday tahlil qilishimiz kerak? Deylik, bizda bir xromosoma bor va bu xromosomada bir ma'lum bir genlar joylashgan bo'lsa. Keling biz buni belgilaymiz. Bu demak bu yerda. Xo'p, mana bu hudud. Mana bu hudud birinchi hudud, mana bu hudud ikkinchi hudud, mana bu 3 va 4 hududlar. Demak, bu hududda A, B, C, D mutatsiyalar joylashgan bo'lsin. Deylik, birinchi deletsiya uchun demak A mutatsiya, ikkinchi deletsiya hududida B mutatsiya bo'lar ekan. Shunday holatda agar A mutatsiyaga uchrasa, mutatsiyalangandan keyin unda qanday bizda o'zgarish bo'ladi? Qanday ko'rinishga ega bo'ladi? Bu yerda biz hamma qismlarni ko'rmaymiz. Endi mana bu qismda avval mavjud bo'lgan A qismi tushib qoladi. Qolgan 2, 3, 4 qismlarni ko'ramiz. Mabodo bu yerda mutatsiya biroz o'zgacharoq bo'lsa, ya'ni qanday bo'lsa bu yerda B va D mutatsiyaga uchrasa, natijada o'rtadagi C ham mutatsiyaga uchrab ketib qoladi, bizda faqat A qoladi. Shuning uchun mutatsiyalarni aniqlayotgan paytda ularning ketma-ketligini bilish nihoyatda muhim. Endi bu qismni o'chirib turamiz va o'zimizning masalamizni tahlilga qaytamiz. Bu masalaga qaraydigan bo'lsak, birinchi deletsiya uchun kimlar mutatsiyaga uchragan desa, demak bizda K, N, P mutatsiyaga uchragan. Bular o'z-o'zidan qandaydir tartibda qo'shni, bu qo'shnichilik munosabatini aniqlashimiz uchun bizga hali yana boshqa ma'lumotlar kerak. Ya'ni bu yerdagi boshqa deletsiyadagi ma'lumotlarni ham yozib olishimiz kerak. Demak, bu qo'shnichilik qanday bo'lishi mumkin? Bu qo'shnichilikning turi har xil bo'lishi mumkin-da, ya'ni xuddi shunday bo'lishi mumkin yoki P o'rtada N, K ko'rinishda bo'lishi mumkin yoki o'rtada N, bir chetda K, bir chetda P bo'lishi mumkin yoki shularning boshqacharoq aylanma varianti ham bo'lishi mumkin. Biz bularni hali bilmaganligimiz uchun shunchaki mana bular mutatsiyada bor degan ma'noda uchalasini yozib qo'ydik. Endi ikkitaligi bo'lgan ikkinchi deletsiya. Ikkinchi deletsiyada faqat bizda N va P. Demak, bundan xulosa qilishimiz mumkinki, N va P bir-biriga qo'shni bo'lar ekan, haqiqatan ham. Bu yerda o'rtasiga K joylashishi mumkin emas ekan. N va P bir-biriga qo'shni. Bu yerda esa 3-dan bilishimiz mumkinki, N ga L qo'shni. Ya'ni bu yerda L N turibdimi? Demak, N va L bir-biriga qo'shni. Demak, P va N ham qo'shni, L va N ham qo'shni. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, N o'rtada joylashgan bo'ladi. Ya'ni
n o'rtada, bir tomonda l, bir tomonda p joylashgan bo'ladi. Yoki xuddi shuni aksi bo'lishi mumkin. Bunda demak bizda p ya'ni birinchi l boshlanadi, p eng chetda bo'ladi. Xuddi shuni teskari variantda, ya'ni l, n, p ko'rinishda bo'lishi ham mumkin. Xo'p, buni hali aniqlaymiz. Bu aniqlashadi. 4-ga qaraydigan bo'lsak, l, m, o deyapti. Demak, l, m, o. Demak, l, m bilan qo'shni, o bilan qo'shni ham bo'lishi mumkin. Bu qo'shnichilik alomati qanday ekanligini hali aniq bilmaymiz. 5-ga qaraydigan bo'lsak, 5-da l, m, n. Demak, l, m, n. Endi e'tibor bering. Bu yerda l mana bularga qo'shni deyapti. Xo'p, l ning bir yonida bizda bu yerda n joylashgandi. Endi u m bo'lib kelgan paytda, demak, o'z-o'zidan l ni yon tomonida m joylashgan ekan. Demak, bu yerda m bor. Xuddi shunday mana bu yerda ham m bor. Demak, ketma-ketlik m, l, n, p yoki p, n, l, m ko'rinishda bo'lyapti. Va oxirgini tahlil qilishimiz kerak. Bu yerda tahlil qiladigan bo'lsak, m va o. Demak, m va o bir-biriga qo'shni ekan. Biz qayerda m ni ko'rgan bo'lsak, o'sha yerda o unga qo'shni bo'lgan. Demak, bizda ketma-ketlik, mana bu ketma-ketligimiz qanday bo'lyapti? Demak, p, n, l, m, o. Demak, shu qo'shnichilik alomati hozircha to'g'ri bu. Va biz tahlil qilmagan bitta holat bor edi. Bu holat qo'shnichilik mana bu yerda k bilan bog'liq edi. K demak, qanday qo'shni bo'lishi mumkin bu yerda? N bilan qo'shni bo'la olmaydi, chunki uni bir tomonida p bor, bir tomonida l bor. Demak, p bilan qo'shni bo'ladi o'z-o'zidan. Demak, k, p, n, l, m, o ko'rinishda bo'lishi mumkin. Yoki xuddi shuni ag'darilgan variant ko'rinishda bo'lsa-chi, bu ko'rinish qanday bo'ladi? Bu ko'rinish demak o, m, l, n, p, k ko'rinishda bo'lishi mumkin. Agar shu ko'rinishda bo'lsa, qanday bo'ladi? Bu ko'rinishda bo'lsa qanday bo'ladi? Bu ketma-ketlikning qaysi biri to'g'ri bo'ladi desa, bizga birinchi qismda berilgan chizma bor edi. O'sha chizmaga qarab turib, hozir buni bilib olamiz. Demak, birinchi variantimiz to'g'rimi? Yoki bu yerdagi ikkinchi variant to'g'rimi? Xo'p. Birinchi variant yozib olamiz. Birinchi, demak, birinchi deletsiya bo'lgan hududda, demak, k, n, p deletsiya bo'lgan degan. Bizning birinchi variantimiz k, p, n edi. Xo'p, bu yerda ham ko'rib turibsiz. K, demak, k, demak, p, n lar mutatsiya bo'lgan. Xo'p, yozamiz. K, p, n ekan. P, n. Keyin esa l, m, o. Demak, l, m, o. Birinchi deletsiyamiz uchun mana bu chiziq, demak, k, p, n ni ko'rsatyapti. Ikkinchi deletsiyamiz uchun n va p ni ko'rsatyapti. Mana p va n. Uchinchi deletsiyamiz uchun l va n ni ko'rsatyapti mana. To'rtinchi deletsiyamiz uchun l, m, o ni ko'rsatish kerak. l, m, o. l, m, o ni ko'rsatyapti. Beshinchi deletsiyamiz uchun esa l, m, n. Xo'p. l, m, n. l, m, n ni ko'rsatyapti. 6-deletsiyamiz uchun esa m, o ning deletsiyasini ko'rsatyapti. Haqiqatan ham ketma-ketligimiz o'z-o'zidan birinchi variantdagi kabi bo'lar ekan. Ikkinchi variantdagi kabi bo'lganda bularning teskarisi, aksi bo'lib qolgan bo'lardi. Demak, bu yerda ketma-ketlik bitta to'g'ri variantda bo'lar ekan. Bu ketma-ketlik k, p, n, l, m, o ketma-ketlikda. Mana shunday ketma-ketlikda joylashgan bo'lsa, yo joylashtirgan bo'lsangiz, shu qism uchun sizga 3 ball taqdim qilinadi. Endi birinchi savolda nima deyilgan? Birinchi savolda aytilishicha, ikkinchi va 6-deletsiya o'rtasidagi masofaga teng mutatsiya qaysi deyapti. Xo'p, ikkinchi va 6. Xo'p, buning uchun keling mana bu qismni o'chirib turaylik. Tahlil qilishimiz osonroq bo'ladi. Mana shu yerda tahlil qilamiz. Endi ikkinchi va 6. Xo'p. Ikkinchi mana bu, 6 esa mana bu. Ular o'rtasidagi deletsiyani top deydigan bo'lsa, deletsiya bu yerda mana bunga teng va bu 5-deletsiyaga to'g'ri keladi. Mutatsiyani top desa mana bu o'rtadagi L. Demak, to'g'ri keladigan mutatsiya turi bu L bo'lar ekan. Mutatsiyani top deganing uchun biz bu yerga L deb yozamiz.
Keyingi savolda mutatsiyalardan qaysining joylashuvi 3-chi, 4-chi va 5-chi relsiyalar bilan aniqlash mumkin deyapti. Xo'p. Mutatsiyalardan qaysining joylashuvini 3, 4, 5. Xo'p. Ko'ramiz. Mana bu yerda bu 3, mana bu yerda bu 4 va mana bu yerda bu 5. Hammasi uchun umumiy bo'ladigan mutatsiyani top demoqchi bo'lyapti. Keling, buni sizga tushuntirish uchun mana bu qismini o'chirib turaman. O'chirib turib, boshqa rang bilan belgilab ko'rsataman. Xo'p, demak, 3-chi mutatsiyada, demak, menda bor. Nimalar bor? N va L bor. Mana bu yerda ko'rib turibsiz. 4-chi mutatsiyamda bor, ko'rib turibsiz. LMO. Demak, 4-chi mutatsiyada LMO. Va 5-chi mutatsiyada ko'rib turibsiz bu yerda, mana bu yerda, demak, NLM. Demak, NLM. Bu nima demoqchi? Barchasida bor bo'lgan mutatsiyani aniqla deyapti. Barchasida bor bo'lgan mutatsiya bizda o'z-o'zidan hech shubha yo'qki, L mutatsiya. Mana bu L. Mana bu yerda ham L, bu yerda ham L. Demak, L mutatsiya hammasida bor ekan. To'g'ri javob ham aynan L bo'ladi. Bu ko'rinishda sizga savol tushadigan bo'lsa, mutatsiyani, demak, deletsiyani shu ko'rinishda tahlil qilishingiz kerak bo'lar edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. UzDoctors Club Academy. Tabiiy fanlar akademiyasi. Gap quduq chuqurligida emas, arqon kalta ekanligida.